Xotining bilan opangga aytib qo'ygin. Hamma yoqni chinnichiroq qilib o'tiringlar, xo'pmi? Xo'sh, o'zmunchog'im, oyim aytib ketdilar. Uylarni yig'ishtirish kerak ekan. O'shanga o'zing bir narsa qilsang. Doniyor aka, jonim, siz menga to'ydan keyin qo'lingni sovuq suvga ham urmaysan dedingiz-ku. Bitta hop. Opa. Oyim aytuvdilar. Uylarni tozalash kerak edi. Nima? 13 yildan tozaladim. Boret xotining tozalasi. Hop. Ularni tozalab turyaptilar deyman-ku. Jonim, qancha pollanardi bir? Qo'llarni? Ha? Mamma. Nima qilibdi? Mana shu tirnoqlarim bilanmi? Gap ko'ryapman. Opa. Pulim yo'q. Menam kelyaptilar. Uylar hali yig'ishtirilmagan, yonamiz lekin. Ha, xotin shirin ekanmi? Uylarni tozalang, deyapsizmi? Boret xotining tozalasi. O'zi olib yozib kelamanmi? Gapirolmasmish. Qomosh. O'sha oyim kelyaptilar. Ishlarni qilasanmi, yo'qmi? Gapirmayman-ku. Oyimnikiga ketaman. Voy, hazillashdim, ko'zimchog'im hazillashdim. Cho'ti bu temani hal qilmasam men yonamanmi, deyman. Alo. Uborka tezkor klinikmi? Uchastkani tozalash kerak edi. 6 ta qiz jo'natib yuboringlar. Rahmat kutaman. Rahmat, o'zim no'rtalim, silad.